inson bu dunyoga kelar ekan, kimdir Alloh huzurida martaba olmoq uchun intilsa, kimlardir sinovga chidolmay tubanlik sari botib ketar ekan. تعجبتمن qayda hijob farz edi-ku qayda hijob shart edi-ku تعجبتمن qayda hijob har muslim ayol uchun buyurilgan bir ne'matdir. Bu farzni ado etgan ayol uchun jannatdir. Lekin buni bilmoq kerak, sezmoq kerak. Ehsiz ayol qayda hijob farz edi-ku qayda hijob shart edi-ku تعجبتمن qayda hijoblilar bir ziyodir, ular umri to'la ma'nodir. Ochiqlik ko'p gunohdir, so'ngra borib zinodir. Ummat uchun katta xato, oxir borib o'tli dunyo. Qayda hijob farz edi-ku qayda hijob shart edi-ku تعجبتمن qayda hijob. Ammo olam o'zgarmoqda, hayot sifat yo'qolmoqda. Muammolar ko'paymoqda, ko'p oilalar buzilmoqda. Alloh o'zingga iymon bergin, taqvo bergin, sendan qo'rqsin. Qayda hijob farz edi-ku qayda hijob shart edi-ku تعجبتمن qayda hijob. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah. 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 Subhanallah